tuman bo'lgani uchun mana shu yerlarda baland tog'lar bor. Hozir ayniqsa bahor vaqti tog'lar juda go'zal, chiroyli, lekin tumanligi uchun mana bu sizlarga chiroyli manzaralarni ko'rsata olmayapman. O'tlarni qarangizlar, qanday ko'karib, chiroyli rang berib yotibdi. Hammani mana shunday joylarda dam olishga, mana shunday joylarga kelib bir kun, bir hech bo'lmaganda bir 2 soat yoki 3 soat vaqtini o'tkazish hammaga ham har doim nasib qilishini so'rayman va davom etaman keyingi chiroyli joylarni videoga olishda va sizlarga ko'rsatishda. Mana shunaqangi bolalar maydonchasi va piknik qilish uchun ajoyib sharoitlar yaratilgan. Samarqandda tog'ga chiqish uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Biz narigi tarafda o'tiribmiz. Hozir tumanligi uchun men bitta joylarni ko'rsatib boraman. Reklama emas, prosta shunaqa joylarga kelib dam olganda insonni ruhiyatida hayotga bo'lgan o'zgarishlari yanada ortadi degan umiddaman. Shuning uchun shu videolarni qilyapman. Zo'r oilaviy dam olishga va kollektiv bilan, sinfdoshlar bilan, jo'ralar bilan o'tirishga ajoyib shart-sharoitlar qilib qo'yilgan. Mana bo'ynaga aytgan alohida xonalar. Buni ham hozir agar qaysidir ochiq joyi bo'lsa, uni ochib ham ko'rsataman. Havo bulut, shuning uchun chiroyli bir manzaralarni sizlarga ko'rsatishga imkoniyatim cheklangan. Xo'sh, mana bu agar 46-chi nima ekan, qanaqadir. Qani kirib ko'raylik, qani. Ochiq bo'lsa, pulini olgan yopadi, pulini olgandan keyin ochadi. Va mana buni kalti bor ekan. Hech kim yo'q bo'lsa, ichida kirib ko'ramiz. Hamcha. Alo, kim bor? Bu kuxnya menimcha. Tog'da bo'ynida. Oshxona. Qolganlari shunday qulf osilgan. Tepaga chiqib tepasida ikkinchi etaji bor ekan buni. Qo'sh, qolganlarni ko'raylik, qani. Yo'q ekan-ku. Toqqa qayerdan chiq ekan? Tog'ni ko'rsatkim kelyapti sizlarga. Bir kechasi 100 ming so'm dedi, so'rab oldim. Mana shu xonalardan bittasini oilaviy beradi. Bemalol mazza qilib olsa bo'lar ekan. Mana tog'ga chiqadigan joyni topib oldim. Afsuski ana bu yerda qulf osilgan. Tepaga chiqa olmayman, shuning uchun mana shu yerdan ko'rsataman. Bezopasnost, ya'ni o'ralgan hamma joylar. Tepasi tog'. Bulut hech narsalar ko'rinmaydi. Chiroyli joylar bor ekan. Samarqandda ob-havo zo'r bo'lyapti, yomg'irli ob-havo. Bugun 2 aprel.